Real Madrid muxlislari bu videoni o'tkazib yubormang. So'nggi bir hafta ichida Real Madridda juda ko'p ishlar bo'ldi. Nizolar, tortishuvlar, kelisholmaslik va jarohatlar. Birinchisi bu Chouameni hamda Valverde ketma-ket ikkinchi kun urushib qolishdi. Vaziyat mushtlashuvgacha borgan xabarlarga ko'ra, ular El Clasicoda qatnashmaydi. Ferland Mendyning jarohati jiddiy bo'lib chiqdi va kamida 1 yilga safdan chiqdi. Futbolchi hatto faoliyatini yakunlashni ham o'ylayotganligi haqida gap-so'zlar tarqaldi. Rudiger va Carreras mashg'ulotlarda tortishib qolishgan. Vaziyat tarsakigacha borgan. Kylian Mbappe murabbiylar shtabiga a'zolaridan biri bilan og'zaki tortishib qolgan. Hatto ular gaplashishmaydi. Real Madrid mashg'ulotlardagi taktik ishlarga ajratilgan vaqtni qisqartirdi. Sababi mashg'ulotlarda juda ko'p janjallar bo'lyapti. Futbolchilar ichki nizolar ortidan Arbeloadan ertangi mashg'ulotni bekor qilishni so'rashmoqda. Kylian Mbappe tibbiy ko'rikdan muvaffaqiyatli o'tdi va Barselonaga qarshi o'yinda maydonga tushishi mumkin. Lekin futbolchilar uni maydonga tushishini xohlamayapti. Dani Ceballos noqulaylik his qilmoqda va mashg'ulotlardan chetda qolgan. Ma'lum bo'lishicha, futbolchi ham bir nechta o'yinlarni o'tkazib yuboradi. Siz nima deb o'ylaysiz? Yaqin vaqtlargacha dunyoning eng kuchli klubi bo'lgan Real Madridga o'zi nima bo'ldi? Buni izohlarda yozib qoldiring.